الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qarindoshlar, biz oldingi soatlik darslarimizda inson o'zidan o'zi hisob ilib turgan chaqda uningdan chiqadigan foydalar haqida to'xtalib o'tdik. İnsan davamlı özünün özü hesap edip durgan çağda insan özünün ayıplarını köreleydiganlığı, kılgan ibadetlerde, taatlerde, amellerde yetersizlik kılganlığını bayqab çıqalaydiganlığı, şunun bilan özünün mağrurlanish, özünü ajablanib qilishdan saqlanadiganlığı haqida to'xtaldik. Ve insan davamlı özünün özü hesap edip durgan çağda özünü ayıplash, o'ziga koyishdan iborat bu yaxshilik insonda tepildiganlığı. İnsan davamlı özünü özü hesap edip durgan çağda özünün üstüdeki ada qilishga tegishli bo'lgan Alloh tabarak va taolaning haqlarini bilalaydiganligi, ondan Allohning haqlariga sal qaramay, Allohning haqlarini to'liq ada qilishga turtki bo'ldiganligi haqida to'xtalib o'tdik. Biz bugun soatlik darslarimizda to'xtaladigan temamiz insonning qalbining hayotligining sabablari va insonning qalbiga hayotlik bag'ishlaydigan menfaatlik uzuqlar haqida to'xtalib o'tamiz. Shuni bilishimiz kerakki, taat ibodatlar insonning davomli qalbining hayot bo'lib turishiga sabab bo'ladigan narsalardir. Xuddi yemak-ichmak bu tamoqlar insonning jasadining, badanining hayot bo'lishining zarur taqozzolari bo'lgandek, bu taat ibodatlar ham insonning qalbining hayot bo'lishining zarur taqozzolari hisoblanadi. Gunoh ma'siyatlar insonning qalbini buzadigan, zaharlaydigan, zaharlik tamoqning o'rni bo'ladi. Banda davomli Alloh tabarak va taolaga muhtoj bo'ladi, davomli Robbiga ehtiyojlik bo'ladi. Banda o'zining jasadiga, badaniga ahamiyat bergandan bakroq qalbining hayotligiga ahamiyat berishi zarur. Masalan, siz har kunligi 3 vaqt tamoq yeysiz. Birdam tamoq yemasangiz qo'rsingiz ochidi. Bir vaqt tamoqni yemasangiz put-qo'llaringiz, badanlaringiz ojizlashidi. Davomli tamoq ehtiyojlik bo'lasiz. Kunda 3 vaqt yoki hech bo'lmagan 2 vaqt tamoq yeb turmasangiz, badaningiz ojizlaydi, badaningiz ozuqlanmaydi. Oxirida tamoq yeyishni tark etaversangiz, ochlikdan o'lib qolasiz. Inson o'zining badanini kuchlantirish, badanni quvvatlash, ilmiy ozuqlanish, yaxshi, esil bo'lgan tamoqlarni yeyishga ahamiyat bergan bakroq holatda inson o'zining qalbining hayotligiga, qalbining ozuqligiga bakroq ahamiyat berishga ehtiyojli bo'ladi. Chunki insonning badani, jasad o'lish bilan u dunyodan oxirlashib tugaydi. İnsanning jasadi, badani o'lsa, u dunyodan ayrildi, shuning bilan tugaydi. Lekin qalbning o'limichi. Qalb o'lsa, u insonni abadlik dard xafalıqqa, azobga boshlab qo'ydi. İnson shundoq o'ldi, dunyoda ish qilmaydi, jafo mushaqqatlar hamma narsadan qutuladi, tugaydi. İnsonning jasadi dunyolik ishlardan rohatga chiqadi. Lekin insonning qalbi o'lsa, insonning qalbi o'lishi bilan u inson qiyomat kunida mangulik abadiy azobga duchor bo'lib qoladi. Shunga sizning jasadingiz, badaningiz jafotasi tortsunki, jasadingiz, badanlaringiz ojizlashsunki, hargiz sizning qalbingiz ojizlashib qolmasin. Sizning qalbingiz o'lib qolmasin. Solihlarning biri shundoq degan ekan: "Men insonlarning ishiga ajablanaman. Ularning orasidan bir odamning jasadi o'lib ketib qolsa, uning qarta yig'laydi. Lekin qalbi o'lgan odamga yig'lamaydi. Aslida qalbning o'lishi eng qattiq ish edi" deydi. Falon vafot bo'lib ketibdi desa, uning qattiq qayg'urib yig'laysiz. Uning jasadi o'lgan. Lekin qalbi o'lib ketgan kishilarga yig'lamaydi, afsuslanmaydi. Amaliyotda qalbning o'lib ketishi eng og'ir musibat. Undaqda taat ibodatlarning hammasi bu insonning hayotligining, insonning qalbining hayot turishining zarur taqozodan hisoblanadi. Inson davomli qalbini tirildirishga, qalbini ozuqlantirishga ehtiyojli. Biz endi navbatda shu qalbning hayot turishiga sabab bo'ladigan va qalbni davomli ozuqlantirib turadigan ozuqliklar haqida to'xtalib o'tamiz.
Ular Qur'on Karim tilovat qilish, davomli Alloh tabarak va taologa zikr istig'for etib turish, duo qilish, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga durud yo'llash va kechida qiyamda turib namozlarni o'qish. Mana bu insonning qalbining hayotligi, insonning qalbining hayot bo'lishiga sabab bo'ladigan va qalbini oziqlantirib turadigan foydali oziqlarni qatorida hisoblanadi. Biz navbatda to'xtaldig'imiz Allohni aslash va Qur'on Karim tilovat qilishning insonning qalbiga qanday oziqlik bag'ishlaydiganligi, insonning qalbiga qanday hayotiy oziqlarni olib keladiganligi haqida to'xtalib o'tamiz. Shayxul Islom Ibn Taymiya sifatlagandek, inson davomli zikr qilib turish, Allohni aslab turish insonning qalbiga nisbatan shundoq zarur. Ibn Taymiya aytadiki, qalbga nisbatan zikrning o'rni xuddi biliqqa nisbatan suvning o'rniga o'xshaydi deydi. Agar biliq suvdan chiqsa, biliqning holi nima bo'ladi? Buni tasavvur qilib boqing deydi. Biliq suvdan chiqsa, shu biliq o'ladi, biliqning hayot oxirlashadi. Shuningdek, insonning qalbi zikrdan ayrilsa, o'ladi. Biliq suvdan ayrilmagandek, insonning qalbi zikrdan ayrilmaydi. Zikrsiz qolib qolgan qalb bu o'lik qalb bo'lib qoladi. Chunki zikr degan qalblarning kuch-quvvati va qalblarning ruhi. Qachoniki banda bu qalblarning kuch-quvvati, qalblarning ruhi bo'lgan zikrdan ayrilib qolsa, zikrni yo'qotib qo'ysa, u chaqda u kishiga shayton kirib oladi. U kishining qalbi o'lib ketadi. Qachoniki inson davomli zikr qilib turgan chaqda, Allohni aslab turgan chaqda shaytonni qo'g'laydi, qalbidagi shaytonning o'rnini qo'mirib tashlaydi. Shaytonning vasvasini sundirdi. Rahmon tabarak va taoloni rozi qiladi. Hatto zikr qilgan chaqda insonning qalbidan barliq g'am qayg'ular, xafliqlar ketadi. Uning psixikasidan chatoq chiqmaydi. Alohida buning zehni buzilibdi. Psixikasidan chatoq chiqibdi. Psixologiya doktorining qishig'i borsin, maxsus psixika doktorlari, psixika mutaxassislari bilan ko'rinsin deb buning hojat tushmaydi. Amaliyotda haqiqiy psixologiya doktori qaysi? Qur'on. Haqiqiy psixologiya doktori mana bu hadis shu. Alloh tabarak va taolo ala bi zikrillahi tatma'innul qulub degan. Agah bo'linglarki, Allohni aslash bilan qalblar orom topadi degan. Haqiqiy qalbning oromligi, xotirjamligi, ruhiy xotirjamlik, ruhiy kayfiyatning salomat bo'lishi zikr bilan bo'ladi. Psixikasidan chatoq chiqqan nurg'un kishilarga qarasangiz, ular qanday kishilar? Ko'pincha holatlari to'rda o'tgan, kompyuterning oldida o'tgan, har xil filmlarni ko'rish bilan o'tgan, atdiganlik zikrdan yiroqlashgan, kashlik zikrlardan yiroqlashgan, Qur'on Karim tilovat qilishdan yiroqlashgan, Qur'on Karimning ma'nolari haqida o'ylanib, tafakkur qilishdan yiroqlashgan, namozning vaqtida o'qimaydigan, namozdan keyingi zikrlarga ahamiyat bermaydigan, sal qaraydigan kishilardan kelib chiqadi. 5 vaqt namozni o'z vaqtida joyida o'qiydigan, atdiganlik zikrlarni tashlamaydigan, kashlik zikrlarni tashlamaydigan, 5 vaqt namozdan keyingi zikrlarni tashlamaydigan, chashka namozlarini, tahajjud namozlarini tashlamaydigan bundoq kishilardan hargiz bu psixikadan chatoq chiqmaydi. Ular ruhiy kasal giribdor bo'lib qolmaydi. Ruhiy kasal giribdor bo'lgan, psixikadan chatoq chiqqan ko'pincha kishilar tekshiradigan bo'lsak, tadqiq qiladigan bo'lsak, shu tor vositalarda, internet vositalarida ko'proq yurib qolgan. Alloh cheklagan harom ishlarni jiqroq qilib qolgan. Qismliq silsila holatdagi kino filmlarni shariat cheklagan kino filmdan ko'proq ko'rib qolgan kishilar. Zikrni g'afil qilgan kishilar. Shuning bilan qalbi o'lgan, psixikasidan chatoq chiqqan kishilardir. Amaliyotda hamma narsani davolaydigan narsa Qur'on Karim shu. Allohning zikri, Allohni zikr qilish, Allohning kalomi bo'lgan Qur'on Karimni tilovat qilish bizning qalbimizga shifo bo'ladi. Shuning bilan u insonda Alloh subhanahu va taoloning yaxshi ko'rishdan iborat bo'lgan bir muhabbat shakllandi. U insonning qalbi kuchaydi. Alloh subhanahu va taolo Allohni eslagan, Allohni zikr qilgan bandini Alloh eslaydi. Chunki Alloh tabarak va taolo fazkuruni azkurkum. Sizlar meni eslanglar, men sizlarni eslayman deb shundoq degan. Insonga nisbatan Allohni eslagan, Allohni zikr qilgan insonga nisbatan boshqa hech qanday mukofot berilmasmi? Faqat Alloh u insonni eslasa, uning ortiq sharaf bo'lamda, uning ortiq mukofot bo'lamda, bo'lmaydi. Masalan, dunyoda bir misol olib boqaylik. Bir davlatning raisi, katta bir zungtong, cho'ng bir so'rinda, nurg'un kishilar to'plashgan bir so'rinda
bir odamning ismini atab turib, men falon yaxshi ko'raman, uning bilan mening ko'nglim yaqin deb ashning ismini xos tilga ilib atab qo'ysa, shu ismi tilga ilingan kishi qanchalik o'zini baxtli his qilib qolar, qanchalik faxrlanib ketar. Meni falon zungtung, falon rais, ular ismimni tilga oldi, nurg'un kishilar orasida meni maqtadi deb shunda xush bo'lib ketasiz. Bu insonlarning maqtishi. Agar sizni Robbingiz maqtasa, bu nima degan sharaf-a? Nima degan esil buyuk maqam-a? Biz Alloh tabarak va taolani eslasak, Allohni zikr qilsak, Alloh bizni eslaydi ekan. Mana bu Alloh subhanahu va taolani eslashninki katta mukofotini qatoridandir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga mundaq degan: qandoq bir odam la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shayin qodir degan mush zikrni bir kunda 100 qitim degan bo'lsa, uningga 10 qul azod qilganning savob bo'ladi. Uningga 100 yaxshilik yeziladi, uningdan 100 xatolik o'chiriladi. U odam shu kuni toki atdigan degan bo'lsa, kech kirgan qadar u odam shaytondan saqlanadi. Hech qanday bir odam u odam erishgandek katta fazilatga erishamaydi. Hech qanday bir odam u odam epkagan bu fazilatni epkilanmaydi. Faqat shu odamning amaldan ko'proq amal qilgan odam bo'lsa, shu odam erishgan fazilatga erisha oladi. Bir qul azod qilish uchun qancha chiqim qilamiz? Siz la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shayin qodir degan mush zikrni 10 qitim desangiz, bir qul azod qilganning savobiga erishir ekansiz. Mushundoq katta mukofotlar mana bu sizni kutmoqda. Mushundoq zikrlarni o'qish orqali biz qalblarimizni tildiramiz. Qalblarimiz hayotlikka erishadi. Davomli qalblarimiz uyg'oq bo'ladi. Bizning psixikamiz o'zining joyiga tushadi. Ko'ngil xotirjamsizlik hammasi yo'q bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga shundoq deganki, qandoq bir odam subhanallohi va bihamdihi desa, u odamga jannatda bir xurmo daraxti tikiladi deb shundoq degan. Siz subhanallohi va bihamdihi deb mushuni bir qitim desangiz, siz jannatdagi o'zingizning o'rningizni, jannatdagi bag'ingizni obodlashtirgan bo'lasiz. Siz uchun alohida bir xurmo daraxti tikiladi ekan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: men Alloh subhanahu va taologa tasbih etishim menga Alloh tabarak va taoloning yo'lida dinarlarni, oltinlarni chiqim qilishimdanmi so'yimlikdir deydi. Qarang, sahobalar mundaq tushungan. Alloh yo'lida oltinlarni, kumushlarni chiqim qilgan bu afzalmi yoki zikr etgan subhanallohi va bihamdihi deganga o'xshash tasbihlarni aytish bu afzalmi desa, mana bu afzal deyotdi. Bu sahobaning tushunchasi. Sizni Alloh tabarak va taologa yaqinlashtiradigan amallar intayin ko'p. Kambag'al bo'lsingizmi, Allohga yaqinlasha olasiz. Pul milingiz bo'lmasam Allohga yaqinlasha olasiz. Shu orqali qalblaringiz rohat bo'ladi. Nurg'ulg'an kishilarni ko'rasiz, o'zi intayin namrat, turmushi shundoq g'o'rgul, jafo mushaqqat o'tadi. Lekin ko'nglicho intayin xotirjam, rohat farog'at, xushal yashaydi. Bir kun och, bir kun to'q bo'lsa-mu, kiyimlari ko'ni bo'lsa-mu, lekin ular xotirjam yashaydi. Nimishqa ular davomli Allohni zikr qilib turgan, Allohni eslab turgan, Allohning kalomini tilovat qilib turgan kishilar. Ularning qalbi uyg'oq kishilar. Lekin nurg'un kishilarni ko'rasiz, nurg'un pullari bor ularningki. Hatto millionlab pullari bor. Necha 100 minglab pullari bor. Lekin ko'ngli parakanda. Ko'ngli xotirjam emas, tashvish ichida, g'am ichida o'tadi. Nimishqa ular pul topman deb dunyoni keyin qo'g'lashib, Allohni eslashdan, Allohning zikridan g'aflat qilgan. Qur'on Karimni g'aflat qilgan. Qur'on o'qishni g'aflat qilgan. Qur'on Karimning ma'nosini tushunish, o'ylanish, tafakkur qilishdan g'aflat qilgan. Ular Allohni unutganda, Alloh ularni unutgan. Shuning bilan ularning ko'ngli xotirjamsiz, parakanda, kayfiyat yaxshi emas. Ruhiy tushkunlik ularda bor. Qo'shal yashamaydi. Zikr insonning qalbining qasovatlashib ketgan bu kasallarga eng yaxshi dori, eng yaxshi shifo. Bir odam Hasanul Basri rahimahullohga shundoq deganki, men sizga qalbimning qasovatlashib ketganligidan, qalbimning qitib ketganligini shikoyat qilaman deb shikoyat qilgan ekan. Ya'ni mening qalbim qitib ketdi, qalbim qasovatlashib ketdi, qanday qilsam bo'ladi? Buni qanday o'ngshayman deganda, siz uni zikr bilan eriting degan ekan.
siz qetib ketgan qalbingizni zikr bilan yumishting degan ekan. Bizning qalbimiz qetib ketgan bo'lsa, boshqalarga rahim qilg'imiz kelmaydigan, ish og'ritqimiz kelmaydigan bo'lib qolgan bo'lsa, yoki Allohni qo'rqmaydigan bo'lib qolgan bo'lsak, yoki Allohni qo'rqib yig'layolmaydigan, duo qilsak, duolarimizda, namozlarimizda ko'zlarimizdan yosh chiqmaydigan bo'lib qolgan bo'lsa, buning doğrusi Allohni zikr qilish, Allohni eslash. Buning bilan qetib ketgan qalblar yumshaydi ekan. Makhul rahimulloh shundoq deganki, Allohni zikr qilish bu shifodir. İnsanlarni zikr qilish kasaldir degan. Allohni eslash, davomli Allohni eslab, Allohni zikr qilib, Allohni tilg'ab turish bu insonning qalbiga shifo olgan bo'lsa, insonlarni eslash, insonlarni tilga qilish bu insonni kasal qilib qo'ydi deydi. Siz har qanday narsa bo'lsa, Allohni umid qiling, Allohni tamo qiling. Bendini tamo qilmang. Bu sizni kasal qilib qo'ydi deydi. Bir odam Salmon radhiyallohu anhuga shundoq degan ekan. Amallarning qaysi eng afzal deganda, u sen Qur'on o'qimamsan deb Alloh taoloninki va la zikrullohi akbar degan oyatni o'qib bergan ekan. Allohni zikr qilish eng katta, eng buyuk degan bu oyatni o'qib bergan ekan. Endi bir odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib, "Ya Rasululloh, yaxshilikning ishlari bek ko'p. Men uning hammasini qilishga qodir bo'lolmayman. Siz menga agar xohlasangiz, men shuni ching tutadigan bir narsani deb bersangiz, ko'p devatmang" deb shunda dedi. Ko'p desam men unutib qolaman deb shundoq dedi. Ya'ni, "Ya Rasululloh, yaxshilikning ishlari bekchi qo'yib ketdi. Yaxshi amallar bek ko'p. Men hammani qilib bo'lolmaydi ekanman. Men ashuni ching tutadigan muhim bir ishni deb bersangiz, lekin jiq deb bermang. Jiq desam men esim tutolmayman. Ay, muhim bo'lgan ishni deb bering" debdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "La yazalu lisanuka ratban bi zikrillah" deb shunda degan. Sizning tilingiz davomli Allohni zikr qilish bilan, Allohni eslash bilan yo'l bo'lib tursin deb zikrga buyurgan. Allohni eslash, Allohni zikr qilish bu eng afzal, eng buyuk bo'lgan amalning qatorida hisoblanadi. Allohning zikr qilishninki, zikrning eng afzali Qur'on Karim tilovat qilish. Chunki bu Qur'on Karim qalb kasallariga shifo bo'lgan, nurg'ulgan dorilarni o'z ichiga olgan. Qalb kasalining hammasini davolaydi. Bu haqda Alloh tabarak va taolo Qur'on Karimni sifatlab mundaq degan. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum va shifaa'un lima fis sudur. Ey insonlar, ey xaloyiqlar, haqiqatan Parvardigoringlar tarafidan sizlarga vaz nasihat keldi. Bu vaz nasihat qalblardagi kasallarga shifodir degan. Bu Qur'on o'qish insonning qalbidagi kasallarga shifo. Ruhiy kasal, psixik kasallarga Qur'on shifo bo'ladi. Sizlarga shunday tavsiya qilamanki, qaysi biringlar ruhiy kasal giriftor bo'lgan bo'lsanglar yoki doktorlar sizning psixikingiz chatoq chiqibdi, siz ruhiy kasal bo'lib qolibsiz, davolanmasini bo'lmaydi ekan, psixik doktorga ko'rining. Maxsus psixik sohasida doktorlik unvoniga erishgan mutaxassislar va shular bilan aloqalashib, kunda mungdishib turing, psixik jihat maslahat ep turing degan bo'lsa, sizlar uning hammani tashlab qo'yib, ko'rib qo'yib, ulardan aloqa qilmay, darhol Qur'on Karimni qo'lingizga ilinglar. Qur'on Karimga murojaat qilinglar. Qur'on Karimning arabchasini o'qinglar, zikr qilinglar. Qur'on Karimning uyg'urcha tarjimasini o'qinglar, tarjimasini anglanglar. Qur'on Karimning tafsirini o'qinglar, uni anglanglar. Qur'on Karimning arabchasini bilsanglar, tafsirini arabchasini ko'ringlar. Uni bilmasanglar, Uyg'ur tiliga tarjima qilingan Qur'on Karimning uyg'urcha tarjimasi chiqdi. Qur'on Karimning uyg'urcha ovozli nusxalari bor va Qur'on Karimningki uyg'urcha tafsirlari bor. Mushuni ko'rsanglar, ko'nglingizdagi barliq g'alg'ashlar, barliq kasallar hammasi yo'qaydi. Psixikanglar joyiga tushidi, ruhiy kasalliklarni qutulisizlar. Chunki Alloh taolo rost aytgan. Alloh haq, Allohning so'zi haq, Alloh so'zi haqni so'zlaydi. Alloh taolo bu Qur'oni Karimni qalblardagi barliq narsaga shifo bo'ladi dedi, shifo bo'ladi. Siz qandaqdir psixik mutaxassislari, psixik doktorlarga ko'rinishingizning hojati yo'q. Hamma psixik ilmi Qur'on Karimda bor. Yani Allah tabarak ve taala Kur'an-ı Kerim'i sifatlab ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa'u ve rahmetun lil mu'minin. Biz bu Kur'an-ı Kerim'ni mu'minlarga şifa ve rahmet kılıp nazil kıldık degan. Bu Kur'an-ı Kerim mu'minlarga şifa, rahmet buludu. Qalb kasalligining hammasining jug'lanmasi shubhi kasali va shahvat kasalidan kelib chiqqan. Ikki narsadan kelib chiqqan. İnsonga paydo bo'lgan kasalliklar qalb kasali, psixikasi buzilgan kishilar, ruhiy kayfiyat yaxshi emas,
Mushundaq kishilarningki bu kesili nerdan kelib chiqqan desa, cho'ng jadin ikki turga yig'inchoqlashqa bo'ladi. Birinchi, uning shak shubihi va, yana biri shahvat va. Shu sababdan bu qalbi kasal bo'lib qoladi. Qur'on Karim bu ikki turning hammasiga shifo bo'ladi. Bu Qur'on Karimda haq bilan botilning o'ttirisini ayirib beradigan keskin dalil isbot pokit hujjatlar bor. Shuning bilan insonning qalbidagi kep qolgan har xil shubihilar yo'q qiladi. Mana buni ilm bilan yo'qotqilib bo'ladi. Shubhi kasallari bundan bilan yo'q qiladi. Ondan shahvat kasallari-chi. Shahvat kasallari ham mana Qur'on shahvat kasallariga ham shifo bo'ladi. Bu orqali hikmatli uslubda vaz nasihatlar bilan, Qur'on Karim bilan vaz nasihat qilish bilan bu shahvat kasallaridan qutulib bo'ladi. Masalan, ko'zning shahvati, quloqning shahvati, og'iz shahvati, qo'soq shahvati, avrat shahvati degandek bu shahvatlarning hammasidan Qur'on Karimdagi oyatlar bilan vaz nasihat qilish orqali qutulg'ili bo'ladi. Dunyoda zohid bo'lish, dunyoga berilmaslik, dunyoga qiziqmaslik, oxiratga qiziqish, mana bu yo'llar bilan shahvat kasallaridan qutulg'ili bo'ladi. Qandoq bir odam Qur'on Karimni dars qilib o'qigan bo'lsa, Qur'on Karim uning qalbiga to'liq o'rinlashgan bo'lsa, bu odam haq qaysi, botil qaysi tunib yetalaydi. Haq bilan botilning o'ttirisini ayira oladi. Xuddi bir odam peshonasidagi mush ikki ko'zi bilan kunduzi bilan kechining o'ttirisini ayira olgandek, ham mav kechi ekan, mav kunduz ekan deb ayira olgandek, haq bilan botilning o'ttirisini dal Qur'on Karim orqali ayira oladi. Qalbi sog'lom bo'lgan kishi Qur'on Karimga qat'iy to'ymaydi. Kech kunduz Qur'on Karimni tilovat qilsa to'ymaydi. Lekin qalbi qatib ketgan, qasovatlashib ketgan kishilar Qur'on Karim o'qig'isi kelmaydi. Qur'on Karimdan bakroq telefon ko'rgis keladi, to'rlarga qarag'is keladi. İnsanın qalbi paklashgan chaqda, insonning qalbi saplashgan chaqda Qur'on Karim o'qiyveradiki, Qur'on Karimga to'ymaydigan bo'lib qoladi. Bu haqda Usmon ibn Affan radhiyallohu anhu bizga shundoq degan: "Agar sizlarning qalbinglar pok bo'lgan bo'lsa edi, sizlar Rabbinglarning kalomiga qat'iy to'ymagan bo'lardinglar, Rabbinglarning kalomiga qat'iy qonmagan bo'lardinglar" degan. Usmon ibn Affan radhiyallohu anhu ras aytgan. U Allohning kalomi bo'lgan Qur'on Karimni tilovat qilgan holatda jon bergan. Shundoq shahid qilingan. Mana bu Qur'on, mana bu Allohning zikri. Biz Qur'on Karim o'qiylik, uni tilovat qilaylik, ko'p tilovat qilaylik. Uning ma'nosini tushunaylik. Uning tafsirlarini o'qiylik. Bu Qur'on Karimning sharhisi bo'lgan, tafsirisi bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisini o'qiylik. Shuning bilan bizning qalbimizdagi bu kasalliklardan salomat qutulamiz. Qalblarga shifo bo'ladi. Insonga eng bek manfaat beradigan narsa Allohning zikri. Zikrning eng afzali Alloh tabarak va taolaning kalomini tilovat qilishdir. Qur'on Karimni tilovat qilishdir va uni tushunish, tafakkur qilish, o'ylanish, ma'nolarini bilishdir va uningga amal qilishdir, hayotiga tatbiqlab yashashdir. Alloh tabarak va taolo har birimizni Qur'on Karim o'qish orqali, Allohni zikr qilish orqali qalbini orom topqizadigan, qalbiga hayotlik bag'ishlaydigan, davomli qalbi uyg'oq turadigan, davomli qalbi Alloh esilib, Alloh bog'lanib turadigan haqiqiy taqvodor, solih mu'minlar qatorida qilsin. Alloh tabarak va taolo o'sha o'qigan Qur'on Karimlarimizni Alloh qabul qilsin. O'sha Qur'on Karimni bizning manfaatimiz uchun hujjat qilib bersin. Qiyomat kunida Qur'on Karimni Alloh taolo bizga shafoat qilib bersin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.